alaykum do'stlar. Xo'p, bugun sizlar bilan yangi mavzuyimizni boshlaymiz va sizlar bilan o'tgan zamon haqida gaplashishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib biz o'tgan zamondagi to be haqida gaplashamiz. To'g'ri eshitdinglar. O'tgan zamondagi to be, ya'ni aytgandim to be, ya'ni be bo'lmoq fe'li edi, ya'ni kimdir, nimadir, qandaydir bo'lmoq edi. Xo'p, endi bizda xuddi shuni o'tgan zamon shakli bor. O'tgan zamon shakli, ya'ni o'tib ketgan. Misol uchun, now Robert is at work. Hozir Robert ishda, ya'ni u ishda. At midnight last night, ya'ni kecha tunda he wasn't at work. U ishda emas edi. Ya'ni bu yoqda wasn't at work xuddi shu be'ni o'tgan zamon shakli bo'lib kelyapti. He was in bed. U kravatida edi, ya'ni u mamda uxlab yotgan ekan. He was asleep. U uxlayotgandi. Xo'p, endi qaraymiz. Bu judayam oson, mavzu hisoblanadi. Ya'ni bizda am is bor edi, ya'ni bo'lmoqqa hozirgi zamon shakli am is edi hozirgi zamonda. O'tgan zamonda shunchaki wasga o'zgaradi. Misol uchun, I am tired. Men charchadim. Hozir men charchadim. I was tired last night. O'tgan tunda men charchagan edim. Ya'ni edi deb tarjima qilamiz. Ya'ni bunaqa edi, bunaqa edim, bunaqa edilar, xuddi shunaqa tarjima qilinadi. Endi esdan chiqaramiz. Am is, ya'ni birlikda deylik, birlikda was bo'ladi. Where is Kate? Kate hozir qayerda? Where is Kate? Kate qayerda? Where was Kate yesterday? Kate kecha qayerda edi? Ya'ni edi deb tarjima qilamiz. The weather is good today. Bugun ob-havo yaxshi. The weather was good last week. Ob-havo yaxshi edi. Qachon? O'tgan hafta, ya'ni o'tib ketdi уже. Endi xuddi shu, ya'ni are ni o'rniga biz o'tgan zamonda were ga o'zgaradi, ya'ni edilar. You are late. Siz kech qoldingiz. Now, hozir, ya'ni hozir kech qoldi. You were late yesterday. Kecha kech qolgan edingiz. They aren't here. Ular bu yerda emas. Hozir aytyapti. Ya'ni hozirgi zamonda are bo'lgani uchun. They weren't here last Sunday. O'tgan yakshanba bu yerda emas edi. Xuddi shunaqa, ya'ni edi deb tarjima qilinadi, ya'ni bo'lmoq. Endi bo'lmoq edi. Endi shuni prosta ediga o'zgartiramiz. Ya'ni am is are bo'lsa was ga o'zgaradi. I am tired, I was tired. I am smart, I was smart. I am rich, I was rich. Xuddi shunaqa. Endi are bo'lsa were ga o'zgaradi. Misol uchun, you are deylik, mana bitta misol yozaman o'zim. Misol uchun bu yoqda deylik, you are rich. Siz boysiz. Bu hozir. Bu now. Qayerdan bildik hozirligini? Chunki bu yoqda are bo'lgani uchun. Endi you were siz edingiz poor degani kambag'al degani. Ya'ni bu misol uchun last year, o'tgan yili. Were ga o'zgartirdik. Bu edi, ya'ni siz kambag'al edingiz. O'tgan yili u kambag'al edi, ya'ni siz kambag'al edingiz. Hozir siz boysiz. Xuddi shunaqa, ya'ni are were ga o'zgardi. Yoki xuddi shu, ya'ni he'ni oladigan bo'lsak, misol uchun he was handsome. I think rangini o'zgartiramiz menimcha. Tak. Let's say this one. Tak, mana. O'zgarmadim. Mayli. Yana bitta vasga tushsak bo'ladi. He was handsome. Handsome degani kelishgan degani. Ya'ni u kelishgan edi. Let's say 5 years ago. 5 years ago, 5 yil oldin degani. Ya'ni u 5 yil oldin kelishgan edi. Endi here, let's say bu yoqqa endi yozamiz. She is, misol uchun, ugly now. Ya'ni u 5 yil oldin, bu yoqda aytdik, 5 yil oldin kelishgan edi. Hozir ugly, xunuk degani. Ya'ni u hozir xunuk. He is ugly, xunuk. Yes. Okay. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu o'tgan zamon shakli xolos.